qalbimdan tabriklayman. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz hamisha shunaqa musaffo bo'lsin. Bayramlarimiz shunaqa davomiy bo'laversin. Biza kelib xizmatda bo'laveraylik. Sog' bo'linglar, bayramingiz muborak bo'lsin. Men shu oliygoh rahbarlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmat qilib shunaqa bayram, bahor bayramiga konsertiga taklif qilganlari uchun katta rahmat. Yaxshi bayramlar bo'laversin, kelib xizmatda bo'laveraylik. Qolaversa butun shu Surxondaryo xalqini, bizani Toshkentlik bir choraka Saidov akamiz nomidan ham tabriklayman. Chunki shu akamiz Surxondaryoga ketayotganimizni eshitib qolib, Avazbek aka iloji bo'lsa ham qishloqlarimni, Surxondaryodagi hamma do'stlarimni meni nomimdan ham tabriklab qo'ying deb iltimos qilib qoldilar. Shuning uchun chorakam nomlaridan ham hammanglarni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Surxondaryo xalqiga ko'z tegmasin, shunaqa tadbirlar bo'laversin. Kelib xizmatda bo'laylik. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Qarsagili uchun kattadan katta rahmat. Endi bayramda shoh qo'shilasiz, bayram emas, to'g'rimi?
Endi shoh qo'shuvlar sizlar uchun bo'ladi. Yuragida o'ti bor hamma mehmonlarimizni marhamat ochib qo'yishsa ozgina ukalarimizdan iltimos qilamiz, davraga taklif etib qolamiz. Marhamat. Toza bir